25 gün inta fakat akil vay yıkıl bilem pemdur İgem yorayı abi ay ölmeydiğen kim var ya Assalamu alaikum Erik TV'nin aziz görürmenleri. Bugünkü Hayat Şahitler programımızga hoş geldinglar. Bugünkü programımızda Kazakistan'ın Almuto şehrinde yaşap turup atkan şair, yazgıcı, ziyalilerimizden Abliz Gupur efendimnin hayatını sizlerge tanıştırıp etimiz. Dikkatіңлар ekranımızda bolsun. Ben asli ata boğumuz atıştın iken ikisaktan. Ben Gulcu'da tugulup östüm. Gulcu'da mektepten tükütüp Ürümçi'ge Şinjan Daşı'ga okuşku badım. 52 yılı. Edebiyat Fakültesini okup tükettim. Tükütüp Şinjan Geziti'ge hizmetke belgilendim. 64 yıldan tartıp 61 yılgıçılık Şinjan Geziti'de tahrir, muhbir, foto muhbir okşaş hizmetlerini becerdim. Bu jarayanda icadi işlerine kızıkıp resmi işlerine zanimez kılay dep turattım. Dünyada siyaset özgürlük etti falan. Siyaset özgürlük benim yazganlarını yak koçulap, yak tatıp, yak tatmışına kınap ketkendiğin keyin ahırı üyedi vatanda turuşqa hiç qanday imkoniyat qalmadi. Mana siz tanıydigan G'anizat, mening yaqin do'stim, u o'ngchi bo'ldi. Uni bir lavgaga avatdi, meni bir yerga avatdi. Shunday qilib qiynaldik. Qiynalgandan keyin vatanda turish imkoniyati qolmadi. Ahiri biz ketishga majbur bo'ldik. Bo'lmasa men hech yomonlik qilmagan, hech kim bir tashkilotlarga ham qatnashmagan. Shunday yurgan. Bizning maqsadi urib bir mechib qo'yib, andan keyin ish qilmoqchi edi. Biz uni sezdik-da, undan keyin bo'ldi, endi biz ketimiz deb ketdik. Shu ketgancha bu yerga keldik 61-yili. 61-yili bu yerga kelgandan keyin bir og'iz o'rischa bilmaymiz. Xuddi bir neger kelib qolgandek qolib qolmish turimiz. Mening ko'pchilik xalqimiz men bilan bir mezgilda chiqqanlar. To'g'ri kelgan ishlarni qildi. Men fotografiyadan xabarim bo'lg'achqa jallangan shu ko'rgazmaxonaga namoyishgoh deymiz-ku, shega bordim. Berib mashina mening hunarim bor edi. Menga ish tepilamdi dedim. Xo'p, bo'ladi dedi. Şu günden başlap 62 yıldan ahırkı pensiyaga chiqib ketkicha 95 yılgacha 30 necha yil şu ko'rgazmaxonada ishladim. Boshqa yerga yetganmidim. Shu yerda ishlab, shu yerdan pensiyaga chiqdim. Bu jarayonda o'ris tilini tasdiq o'rgandim. Bir to'p o'ris bolalarning orasida yolg'iz ishlayman. Ular masxara qildi. Beşem eski sözden üktüp koydu. Ulanı ben okumay ders aldım ben. Şunday qilib, iş qilib, bana yardım qildi şu yerda kollektiv. En ahırsı da ben ressam bo'lmasam mı, ressamlıkka kirishdim. Dizayner oldum. Şu jarayonda ben okumadım bo'lmasa dizaynerlikni. Okumay, ko'rgazmaxonada yurib, talay Qozog'istonning o'taqliq ishlarga qatnashdim. Mesela Türkiye'ye, İzmir'e выставканы ben tayarladım. Mongoliyaga выставка tayarladım. Ko'rgazmada выставка deganimiz. Afg'onistonga ben ko'rgazma tayarladım. Shunday nurg'un davlatlarga tayarladim. Biroq men vaqtidagi siyoset chiqishga bo'lmaydi. Men tayyorlayman, boshqa odamlar olib ko'rsatib keldi. Eng oxirsida 88-yili Beijingga выставка ochadigan bo'ldik. Ko'rgazma. Onun işini bana topşirdi. Şu vaqtida meni Beijingga berishga ruxsat qildi. Birinci qatim men 30 yil vatandan ayrılıp, biroqli Beijingga bordim.
Bağandan keyin uyada mening ağaylarim texchi Marksizm Leninizm universitetida o'qib yurgan ekan. Ular meni ko'rdida darhol butun momentdan Shinjongga, Beijingga ammiya xabar ketdi. Kechgacha Uyg'ur bolalari keldi, Qozoq bolalari keldi. Bizning ko'rgazmani ko'rib, hozirlandi biz Qozog'istonning oltin odamni shu vaqtda men Beijingga bordim. Mana shunday qishlar butun umrim sirtqa ishtaq ko'rgazmalarni yasadim. Endi Qozog'iston o'zida oblastlarning ichida, masalan, akademiya Palla Akademiyasining 50 yilligi, Muxtor Avazovning 100 yilligi va shuning o'xshash har xil ko'rgazmalarni men tayyorladim. Qozog'istonda 94-yildan keyin qozoqlarning dunyoviy konferensiyasi bo'ldi, qurultoyi. Shu qurultoyni yana menga topshirdi. Men shuni proyektini, loyihasini ishlab, birinchi qitimliq dunyo qurultoyining nimasini men o'tkazib berdim. Onunla hükümetten nurgun nimeler, takdirnameler topşırıp aldım. Hükümetin bana ait minnettarlığını etti. Kolumdan geleni ayırmadım, Kazakistan için işledim. Hazır pensiyada yürüttüm. Sizin toğuğa yıllarınız, küçük ösmürlük çağlarınız kandak yıllarıydı. Aşılan bir esnaf kirelemişsiniz, yani etrafınızdaki insanlar nimelerini gördü. Siz nimelerine şahit oldunuz o vaxtlarda. Dadınız kimiydi, demişler. Boluluk vaktimde eslaydiğim bulsam, ben okuyan mektepnin zavkozu benim dadamıydı. Hedem şu mektepte müellimiydi, akamı müellimiydi. Bu nemi kılıp bizden bütün ailemi şu mektepte işleyip ettim. Şunu dadımız etmeğen iken bizge. Keyinki vaxtlarda bir kitap çıktı, Ümit Mektep'nin 100 yıllığı degan. Şunun da şu mektepni sağan mening bobom ekan. Kenjiqum Tuduqum degan ufqi atışlıq boylar bo'lgan. Şu Kenjiqumning chevrasi bo'laman men. Şu adam mechitni sağızıp mechitning yoniga mektep sağan ekan. Şu mektepte jamoatchilik mushu adam mashhad ishlasin deb shening zakozligini berdi ekan. Keyin 53-yillar, 54-yillar kelganda uchga qarshi harakatlar bo'lib, Xitoyda dadamni xiyonatchi hisobladi. Shuning bilan og'rib yetib qoldi. Yana bir mudirimiz Abdusalom Asqari degan kishi oltin medal olgan Turkiston hukumati vaqtida. Shunda a'lochi ma'rifchidi. U ikkisini ikkilar xiyonatchi panturkistlar deb shunda og'rib yetib qolgandan keyin zambilga silib opirib maktabda kurash qildi. Şu özünün boğusu sağan. Bırak şunguçilik benim dadam, bunu mektepte benim dadam sağan, boğum sağan diyen söz bana etmeğen. Nahit kemtiren adam dedi. Keyin ölüp ketkendiken onu anladım başına kışken. Şunlaşka o mektepte nahit könglim kalgan mı? Keyinki vaxtlarda muhbir bulup, ulcuk bağandım şu koçu ötkim kelmetti. Şu derecede benim könglim kıp kalgan. Endi bunu kıgallarma şu Üzümüzdeki satqın adamları olmasa, yaxşı adamlar olsa ona andak demdi. Ama mektepten başından boğuzu sağan dememdi. Küçük vaxtımda bana təsir qılan narsalar şu. Ondaki Zeynidin Yusupov degan ataqlıq rəssam hudojnikimiz var, bizden rəssam. Şu bana müəllim idi. Daim dadam şunu tapşırattım, şunu resim ürettim. Ben resim sizişini hevesle ürettim, heves kılattım. Şu vaxtda da resim sizişini xeyli başladım, ügünüp yürüdüm. Büyüye kelgenden keyin, ana şu küçük vaxtımdaki ügengen narsalarim bana asqatib, dastlab foto xizmatchisi bo'lib kirdim. Ko'rgazma xonasiga ondan keyin ressam bo'lib, dizayner, hozir tilda aytganda dizayner. Shunday ishlab o'tdim. Balalik vaqtim shu. Men jurnalist bo'lib ishlagan vaqtlarimda butun jahon qahatchilik, ocharchilik, boy nahiyasida minglab odamlar ochlikdan o'lib ketgan. Nimada bo'lsa, G'ulja boshqa yerlarda turmaga ivatgan, 6 oyga borsangiz 5 pichoq tashkiloti deb hukumatga qarshi qozoqlar qo'zg'alayotgan shunday davrlarda men Ili oblasti bo'yicha muxbirlik qilib yurdim. Ili Qozoq avtonom oblasida. Bu rayonlarda mening ko'rganlarim ocharchilik
vayronchilik, qiyinchilik, yig'izlari, shundan boshqa yaxshi narsa men ko'rmadim. Turponga har qachon 2 haftada bir degidek turponga vatdim. Men shu muxbirlarning bo'limin hamda oliy ma'lumotli bo'lg'achqa men avatdim. Ham foto bilan ishlayman, ham yozaman, shunga men avatdim. Turpon kelib bir to'y tugan odamlarni ko'rmadim. Shundaq eg'ir, qiyinchiliklar shundaq jiq, vayronchilik, kesh-kichi to'p to'shib, o'g'it to'shib, shundan boshqa bilmaydi, mahsulot yo'q. Yerlardan hech nima qolmagan, kuch qolmagan shundaq edi. Men ularni ochiq yoza olmayman. Yozsam, sen nimishki buni undaq deding deydi. Uni ta'addi bilan maqtab yog'andan munchaga suydik tungi bekitdi, munchaga tarab tungi bekitdi, ashuna xabarlarni yog'andan yozib yuraverdi. Biroq uning uzoqi bormadi. Oxiri u kurashlarning kuchi mang tutashdi. 6 oyga borsam, taqqa chiqib olgan qozoqlar tars kompartiyaning soldatlari bilan so'qishib o'tibdi. Uni ko'zim bilan ko'rdim. 5 pichoq tashkiloti deydi ekan. G'uljida uyadimi u yezig'i bosingizmi qalaymiqan, bu yezig'i bosingizmi qalaymiqan, bir qozon umashqa necha yuz odam o'chirib turdi. Ashuni kelib o'chiribdi turib, navbat kelgichilik o'lib ketgan odamlar talay. Mana siz tug'ilgan, sizning jutungiz Karpinga borsam bir heytda. Heyt kuni aytganda 1-may kuni 60-yili esimda bor. Masjiddan to'p odamlar namoz o'qib chiqibdi, heyt namozini. Chiqayotgan odamlardan 20 yaqinni saqchilar kelib tutib bog'lab. Va bu nima bo'lgan odamlar desa, ta'tir inqilobchilar deydi. Ularning inqilob qiluvchiligi yo'q. Shu ochachilikqa qarshi norozilik bildirgan odam. Xalq nayt qattiq qiynaldi. Oqsuda bir premyer nimada aytib kerak. Kelsam yo'lning buyuqida necha yuz odam umashqa o'chirib turibdi. Kunda 1-2 odam shu o'chirib turib o'lib qoldi ekan. Men uni ko'zim bilan ko'rdim, angladim-da. Yo'lning buyuqida Xitoylarning qurilish armiyasining oshxonasi turibdi. O'chirit yo'q, ishik ochiq. Açlık berdi bersingizlar, sizga tamoq berdi. Shu shayga kirib yey endi men, musofir bo'lgandan men u mashqqa qanday o'chirib turman deb kirsam, oppoq soqol bir odam, qayri bo'lar Uyg'ur turibdi. Xitoycha uqtiramayotdi, 2 porsiya menga tamoq kerak degandi. Shundan keyin kasir ayol menga qarab, "Faysha" dedi. Tercüme qilib bering, bizni cho'chqa go'shi dedi. Nimaning ichiga, aynakning ichiga cho'chqining yo'g'on beshini qo'yib qo'yibdi. Musulmonlar kirmasin degan gapdi. Endi keyin menmi so'zim siz bu var tercüme qilib beribmi? Ota cho'chqa go'shi deydi. Ko'ryapman siz bo'lmaydi ekan sizga DVD iliq odam men shunda olib sizning gelingizni o'tgan tomoq mening gelimni o'tmamda efendim yevrimiz açdan ölgüçe dedi de ben şunda hıcılat oldum şu sözün tercüme qilib berganim uchun ye kirib ketganda qo'ldan yeverdim endi boshqa chora yo'q menga iliq odam ana shunday qilib 2 porsiya elib ichi qolib ketgan rost yeb chiqib ketdi. Mana shuna dahshatli ishlarni ko'rdim. Qayerda siz ko'rgan musulmonlarning cho'chqa go'shtini ep yeganini? Turkiyada yemaydi, Arabistonda yemaydi, ishlaydi. Bu shunday ushaq cho'ng ishlarimizni xalqimizning ustiga bo'lgan zulm, ahanat, masxara qilish. Qashqarga borsingizmi shu? Xotanga borsingizmi shu? Men bormagan yerim yo'q. Nimaga bordim? Xotanning Kashmirning chegarasiga bordim. Hamma yerlarni ko'rdim. Bir yer tinch emas, xotirjamlik yo'q. Şu işten ko'rib kelgandan keyin, yo'q, endi men vatanda turmaydi ekan, men ketay dedim ki. Men muxbir bo'lgandan keyin xalqlar kiramaydigan yerlarga kirman. Partiyaning qurultoylariga men kommunist bo'lmasammi, mening huquqim bor. Yig'inlarga kiraman. O'shalarda har xil gaplarni anglayman. Yaxshilik bo'lmadi xalqqa.
Bo'lmasa bir odam vatanni tashlab ketish oson ish emas u. Vatanni qanday tashlab ketdi? Mana biz o'zingizmi ketibsiz, ota-onangizni chiqdingizmi? Shu ig'ir bo'lg'ashqa ketdinglar. Tinch bo'lsa hech kim ketmaydi vet. Bu yerga keldik. Bir xotirjam hozirgacha bolalarimizni o'qitdik, bolalarim tug'ildi. Ularni o'qitdik. Biz oliy ma'lumotli yuribmiz. Yazgan kitabınız hakkında to'xtalib bersangiz, nima haqida yozdingiz bu kitobni? Nima? Bu kitobning mazmuni faqat xalq maqol tamsillari. Bu esil so'zlar bor. Buning ichida maxfiy Xitoylarga anglatma aytgan so'zlar bor. O'zaro bir-birini masalan Mavzudongni Mahmud Kaptachi deydi Qashqarda. Unda bug'uni Xitoy bo'yicha eng egiz haykal Mavzudongning Qashqarda turdi. Onun üstüge kaptay degan qo'nib ketdi Mamurisiga. Qo'nib kaptaylarchi bishna qilgandan keyin buni Mahmud Kaptachi deb ot qo'yib qo'ygan. O'shuni masxara qilib aytgan maqollar bor. Partiyaningki siyosatlarini masxara qilgan maqollar. Uni Uyg'urlar o'zaro bir-biriga deyishdi. Boshqasi demaydi. Men buningga xalqqa e'lon qilingan, e'lon qilinmagan, xalqlar anglamagan hem makalını, bizim jığalığını, bizim anlığını hamısını buradan kırgızdı. Mesela Mollalarının makalları var. Oturup özara ular söyleydiğin sözlerini başka yer demeyiz. Mesela on hatunun bir toxudaki aklı yok, ger toxunun aklı bolsa yemdi poq. O Mollalarının konu makalları. Maskara kılıdı ayarlarını. Bırak, o hazırgıça eşkanlık uyakta partiya ruhsat qilmaydi deb kitap kirgizmaydi. Boshqa yerda yana sat uyat deydi. Men hammani bir yoqqa qarab qo'ydim. Men qo'rqadigan ishim bir Xudodan boshqa hech kimdan qo'rqmayman. Xalqning adabiyoti, eg'iz adabiyoti hammani yig'ib mashina kirgizdim. Yaxshi gaplarim bor, eski so'zlarim bor. U mening emas. Shuning uchun men unga javob qilmayman. Xalqning men yig'ib olganlarni hammasi yig'ib qo'ydim. Bu yig'ganning maqsadim birinchidan avlodlarimizning Uyghur tilini unutib qolmasligi uchun. Ajoyib esil maqollarimiz bor, uni unutib qolmasligi uchun. Ikkinchidan, yozuvchi shoirlarimiz hozir tilga nihoyatda ojiz. Yildan yilga ojizlab ketyapti. U yoqdami shundoq, bu yerdami shundoq. Jiq so'zlarning ma'nolarini tushunmaydi. Buning da hammasi ma'nosi bilan, perevodi bilan hammasini kirgizdim. Bilmaganlar anglab qolsin. Men muxbir bo'lgandan keyin qayerda yig'im bo'lsa, huquqim bor, dokumentni ko'rsatamiz, kirib ketamiz. Partiya yig'inlarida kengaytirilgan yig'inlar degan, mana masalan Abdurmaysoning o'ltiryapti Urumchida. Uni nahaq Xitoylar o'ltiryapti uni. O'zi o'lib qolmadi, kirsa bo'g'izlab qo'ygan. Natijada bir odam o'zini qanday bo'g'izlaydi? Uni Xitoylarning qilgan buzg'unchiligi, To'xti Qurban degan maşındaq inqilobchi bir Uyg'urdan chiqqan ajoyib ziyoli bor edi. O Gezixonning boshlig'ida. Uni men chiqib ketgandan keyin uni men ketibdi. Oxiri etibdi chiqib. Abdurim O'tkir degan anlaganmisiz? Ataqli yozuvchi. 7 yil birga ishladik. Birga o'tirib bir istaldi. Uning qilgan azoblar, huquqi yo'q edi Abdurim O'tkirning. Oyda bir kun yakshanba kuni, oyda 4 yakshanba emas, shuning birisida taloqqa chiqishga ruxsat edi. Qaytib kelib, kunduzi yana yenib qaytib keladi, nag bog'imni kadrlar bo'limiga xabar qildi. Bu azob bo'lmay nima bu? Abdurim O'tkir hech şey chiqarmadi. Qizi bor edi, 6-7 sinflarda o'qitdim ekan, bechara qizi maktabga borganda mush yer qarab, so'ngqisini ko'tarib chiqib ketib, qaytib kirgan yer qarab kirib ketadi. Ashuna bir jinoyatchining qizi bo'lgani uchun. Abdurim O'tkir jinoyatchi emas, atoqli shoir, atoqli mashhur yozuvchi. Uning hozir 2 romani chiqqandan keyin butun Shinjongda danqi chiqib ketdi. İz degan, yana birisi nima edi? Mana shunda. Abdurim O'tkir haqida biroz to'xtalib bersangiz, masalan, xizmatda qanday edi, qaysi vaqtlarda uxlay, ish vaqtlarida nima yozardi, asos nima ishlar bilan shug'ullanardi? Bu biroz eslamlar bor, qanday aralangizda bo'lgan qiziq hikoyalar yoki bir tasvirlarni aytib bergan bo'lsangiz.
47 yıllarda Abdurrahim Ötkür'ün birinci toplumu çıkan. Tarım boyları degan. O Nankinde besilgan. Şu kitapni ben maxfiy o'qib, Abdurrahim Ötkür'ga bo'lgan hurmatim aşıverdi. Andiki mening akamning ag'inisi ekan, birga Darulfununda birga o'qigan ekan. Keyin bir bölümde ishlab qoldik. Abdurrahim Ötkür'ün ayarlı xelçimeden onu biz bilan birga ishladik Yezhamda. Biz Abdurrahim Ötkür ikimizning bir nim qilganimiz ijodiy hamda bir qadamda tarjima ishlarida yengillik yaratdik. Remijibo deb Bejan chiqadigan gazeti bor, uning bosh maqolasini tarjima qilamiz. Bir necha tarjimanga bölüp berdi. Ondaq chiqqan tarjima yaxshi tarjima bo'lmaydi ekan. Her bir adam özünün bilginç tercüme kılıp Xitayning bir xati necha ma'ni berdi onu bilasiz. Şunun bilan qalayimqon bo'lib ketdi ekan. Keyin cho'ng bosh maqolalarni Abdurrahim Ötkür ishkimizga berdigan bo'ldi. Kunduzi kelib bizga deb qo'ydi. Chiqib demelinglar, kechda Shinqoshdan xabar keldi. O'ltirib ikkimiz birga o'ltirib ishlaymiz. Abdurrahim Ötkür elib Uyg'urcha qilib o'qib chiqdi, oldirmay. Andiki ben onu Uygurca özüm düşünümem. Düşünüp bo'lgandan keyin andikin resmi badiiylashtirib o'qiydim, ben onu yozaman. Hech qanday qizil qadam tegmaydi. Ikkimiz qilgan tarjimada hech qanday qizil qadam tegmay, shunda chiqdi. Nihoyatda mazmunli chiqadigan bo'ldi. Abdurrahim Ötkür she'r yozish ma'ni qilingan unga. Qaysi bir yili Sovet hukumati nimaga kosmosga nima chiqadi? Chiqirdi, oyga salom deb bir she'r yozdi. Uni aktivlar chiqib, sen Turkiyaga salom dedi. Oy degan Turkiyaning nimasi, sen pan-turkist. Turkiyaga salom deb she'r yozib, maqsadini uqtirib olding deb uningga esildi bechara. Shuning bilan u she'rni yozmaydigan bo'ldi. Qalam tashildi. Shunda qiynalib o'tdi. Ağırlıkçanı de, aşkazını ağırattı. Keçidi gelip tamak yaydıgan yok, kışnım yok. Aşkanda küçükün tamak verdi, umaş verdi. Aşkazını ağırıp oturup bu şu tamakıdan bir işkin çekilip çayını içip başında oturup gitti. Ahırı yazmasa bulmaydı. İşlemesek bulmaydı. Erteki gezdi, o çıkış gerek şu makalı. Yani başlaydı ufkamdaydı, okuyordum ben yazımı. Başına kılıp kıyınıp öttü. Onunla yardım verip atkan adam bulmadı. Nayet kıyınıp öttü. Abdurrahim Ötkür'ün ben bilmem. Cabbar Ahmet'te bir yaxşı şairimiz vardı. Xotellik olan. Onu mu kıyınadı? Onca ünsür, revizyonist, andaq. Yani kimler? Çok yaxşı adamların aşına yok. Abdurrahim Ötkür'ün mesela İsa Yusuf Alıp'taki Muhammed Emin Buğra bularla birlikte bir Ali Yakup Anat'la çetedeki kaçmakçı olup Ermeni'nin kayıp gelgen hikayesini anlattınız. Bu hikayeler azırak kalıban kandak boğan o vakit işte. O buğunu benim anladığımca Ötkür kışkı tayarlangan ülgüremigen. Ağla buğra burnarak ketip kaldı. Aysa Yusuf bundan keyin bir top olup bular ketdi. En ahırkısı Türkiye'ye çıkıp ölüp ketdi o. Arıtürk nahiyesiga Şencan olup keyin Tayvan'dan qaytib kelgan ismini unutib qoldim adamning. Meşe kelib ketgan o kishi. Daybyo Gomindanning. Keyin Türkiye'ye qaytib keldi. Şu en ahırkı bir top kaçıp ulguremedi. Osman mı ulguremedi? Osman'ı Genso'da tuttu şunu olan. Osman Batır mı? İşte qilib ulguremedi. Nimenin ketadigan nimesi mi bo'lmagan? Ötkür'ün bo'lmagan. Ötkür mana ashna adam edi. Talantli adam edi. Hem şair edi, hem yazatdı. Köymügen, bağmagan Türkiye'nin azabını
Ötkür tatlı şu. Aygı salam da şiir yazıp koyup. Akmak adamlar, okumagan adamlar. Sen aygı salam degenin, Türkiye'ye salam degenin. Adette kandak midyaz karakteri sizlerle kandak hoş koyup diye bir ıgır adam diye bana tarifler versin kandak karakteri var diye adamın yaşamak. Ötkür az sözlük adamı de. Bu yerde sözleşinin özümü ehtiyat kılıp sözlemesi bulmadı. Şunlaşka azdı gep buladı. Keş kurun biz hem adamlar çıkıp gidiyordu, uxlaydı. Vaxtıda biz tercümde otururuz. Vaxtıda andiken külüp ançımca çakçak gepsizlerini kılsaktı. Özü nime adam, hoşkoy adamı de. Kündüzü fakat cimle oturdu, kokattı, hiç kim gep kılmadı. Kitapxanadan mahfi elip ilqi tarım boyları deganni o'qib bir kuni tarım boylarının gepini qildim. Onunga men ehtiyot qilaman. Ehtiyot bilan desam, siz uni qanday o'qigan dedim. O'qigan desam, qachon? O 47-yili chiqqan. Nuqib ketdi-da bu odam, nuqib ketdi. Men mashada o'qidim dedim. Dedim, ko'rib baqsam bo'lamdi dedi. Köstüme hiç kim bilmeydi ko'rib baqsam bo'laman. Kutupxonaga kirib, kutupxonada men har xil materiallarni ola olaman. Elib chiqib qog'oz yog'ib, kashqurun o'tkirning yanına kelib kitobimda qo'yib qo'ydim. Bilamsiz qanday ko'zgilik qid yosh elib alqina bilan besib kitob qarab turdi. Bir so'z qilmadi. Qarab andiken oldi. İçip bir kur okup yeşmeye geldi. Bir okup çıkayım bulamdı dedi. Okup çıkın. Keçilep öyle eketti. Ertesini ekip edim ona. Ben kutupxonaga topşırıp ettim. Şu vakadan keyin Ötkür bana şunçalik minnatdor olup ketdi. Endi unutulup ketken 48-47 yıl çıkan kitapta o. Ötkür efendim aşında yaxshi adam edi. Bir yıl bana bu adamın 90 yıllığı oldu az günde. Ben Xudayım birisi bir makal bölüm yazıp koyaydı devatını. Ötkür aşına adam. Endi Ötkür ölgende Ötkür'ünü bildiğin, bilmeydiğin Kuşametçiden neçe minge kelip 2 saat 50 minut tavatını götürüp nemegeçe apırdı. Kabristangacha. Mana, gördünüz mü? Hayat degan qanday narsa. Hamma adam Ötkür münafık, Ötkür mundaq, Ötkür yaman detti. Ölgen günü Memeye'de ölgenlik ben badım. Ürümçiga berip, Xalçım adamın yanına kirip, Kur'an okup, fatih kılıp çıktım. Bu acayip zaman, Fukam, acayip zaman. Ötküdarkanı bilsem o, qanday yaşagan biz. Ayıqıdan nem bo'lib ketdi deb. Hatta bilamsiz, Ötkürni patpatla kirib ketdi, yana chiqib ketdi shunda. Turmaga kirib ketganda Xalçam adamni 3 qizi bilan Ürümçidan ket dedi. Gezxonning boshqalari. O'zing tanlab ol. Endi bu bir kamchilik. Ya Qumulg'i bor, ya Turpong'i bor demidi. İzden tanlab ol degandan keyin bechar menga yig'lab kirdi. O bizni qanday qilay, qaysi shay ketay? Qumulg'i borsam. Qumulliqlar o'zining dardini ko'tarmayotdi, men qaraydigan odam yo'q. Ürümchida qolmas deydi, ket deydi Ürümchidan. Qayaga boray deydi. G'uljig'i bor dedim. Desem G'uljida men hech kim tanımayman deydi. Hech nima bo'lmaydi. G'uljida ozroq to'qchilik. G'uljig'i bor. Mening maqsadim G'uljig'i bo'lsa, asla bir to'plar bilan mayoq chiqib ketarmikin deb o'yladim. 3 qizi bilan qanday qildi? Men o'ylagan Ötkür boshqa chiqmaydi turmudin deb. Biroq siyosatlar o'zgarib Ötkür chiqdi. Ayolini G'uljig'i avatdi. G'uljida hokim G'uljining shahrining hokimini men undan to'natdim. Shuni aytib topshirib Xalçım damni bolalari bilan şöyle qaradı baktı. Mana shunday gaplar. Ötkür ana shunday esil odam edi. Ötkür efendi hakkında makale tayyorlaymikin deysiz mesela. Ne bilen yazsın mesela? Qaysi taraflarını yazış arzulayman?
Өткеннің қандай xo'rlanganligini qara siyosat vaqtida. Keyin azroq siyosatlar o'zgargandan keyin, ishga roman chiqqandan keyin butun xalqni ko'tarib ketdi O'tkirda. Qaysi oshxonaga kirsangiz, restoranga kirsangiz, O'tkirning iz degan she'ri portreti turgan, gullab chiroyli yasab qo'ygan. Bu bir moda bo'lib ketdi shu vaqtlarda. Hatto O'tkirning uyiga kirsammi, shundan bir ekzemplarni kelib choplab qo'yibdi, portreti aslida iz degan she'ri. Hamma yerda shunday qildi. Chunki xalqning ko'nglidan chiqqan odam u. Uyg'ur xalqining haqiqiy farzandi. Vatanning ozodlikning yo'lida kurash qilgan odam, u odam boshqa aybi yo'q. Qo'liga miltiq elib bir bilan urushgan emas. Faqat ideyaviy tarafdan xalq tashviq qildi. Qanday xo'rlangan edi? Biraz bizga so'zlab berarmisiz? Qaysi jihatlarni xo'rlangan? Endi u odam shu qalam bilan nima qila oladi boshqa? Keyin uni mi chekladi? O'tkirga yozishga ruxsat qilmadi. Bilamsiz, bir 10 yilda O'tkir qo'li qalam olmadi. Yozish cheklandi. Shuning bilan bu odam o'ylagan, endi butunlay yozmayman boshqa deb. Keyin zaman o'zgarib 85-yili Qudrat G'ubeylik bilan Mahmud Qashqarining turkiy tillar lug'atini tarjima qilish ishi boshlanganda O'tkirni, Ahmad Ziyoyni, Mutiyni, Ibrohim Mutiyni va shunga o'xshash bir necha qayrilarni hammasi 20 yildan turma azobini tatgan odamlar shularni. Bir yerga yig'ib, endi buni ishni qilinglar deb topshirdi. Shu vaqtida yana mush buvaylar qiynalib yurib, mana alchanglar yurib, ikki kitobni tarjima qilib bitirdi. Ahmad Ziyoy Divan Lug'atul Turkini 53-yili tarjima qilib bitirgan. Dastlabki nusxasini. Şinjan Daşvega ekilib, bir bölümünü qo'yib qo'ydi. Shu vaqtida men har kuni qaynoq suv akirib turardim odamga. Termosda suyni o'tkazib turardim. Shu oz kundan keyin bu odamni madaniyat nazoratiga o'tkazib ketdi. Undan keyin turmalar tushib ketdi. Agar shu odam bo'lmagan bo'lsa, O'tkir, Mutiy, Ahmad Ziyoy mamushular bo'lmagan bo'lsa, bu ikki tavarik kitob bizning hozir kunimizga yetib kelamadi. Hozir yoshlarimizni jiqqi tushunmaydi buni. Bu qanday kitob, qanday kelib qolgandi. Mana 3 shunaqa ishildi. 3-yilisi Panturkis bo'lgan, 3-yilisi Gomindan Davlat daxil vakil bo'lgan. O'z vaqtidan bo'ldi Gomindan hukumat bo'lgandan keyin. Biroq ular Gomindan setilgan odamlar emas edi. Mesela Mutiy mening bojam bo'ldi. Urug' tuqqan biz. Emin Tursun 4-inchisi bu odamni men yaxshi tushunmayman. O'sha turmalar yo'qmish, keldi u mashlarning taqdishi. 20 yildan turmada yotdi. 3 odamning 60 yil degan gap. Har bir umrda 20 yil turmada yetish degan oson. O'tkirmish 20 yil. Endi podriyat emas, qator emas. 3 yil turdi, chiqirib o'tdi, yana 5-6 oydan keyin yana kirib ketdi mashina. Mana shu 3 ulug' odam bizning katta ikki kitobimizni Uyg'ur tiliga tarjima qilib bizga yetkazib berdi. Uyg'ur xalqi ularni hech qachon unutmasligi kerak. Bu 3 kishi bilan sizning hammasi bilan bir yuz ko'rishingiz bo'lgan ekan qaraganda. Muşlar hakkında bir eslemelerini, Muşlar'ın köygen hayatını bir kitap yazış gibi arzuluk bakma olmuyor. O ne ben kımadım. Onda bunu cip vakalıklarda adamların isimleri gerek oldu. Vakti yıllar, ulan cıkkı geplerinin cıklarını anlayan özürdün. Bir kısmını özür bilen görüşken aşna adamlar. Mesela Mutiyni ben delalayım. O özü bilen cık sohbetleştim o adam bilen. Bacam boğandan keyin urug' tuqqan berib kelib, adam 3 yil, 4 yil bo'ldi o'lib ketdi. Ahmad Ziyoy bilan az bir hafta paranglashib yurdik. Ajoyib odam edi u, talantli. Mutiy pichanliq, Turpan pichandan. Bir yil 95 yil bo'lamdi ekan odamga. 92'de
vafot bo'ldi. 90 deb qo'yamiz, 89'da mı shunda? Ürümçide 4 yıl oldu vafot bo'ldi. O adam Xitoy tilini ustudi, Arab tillariga ustudi, Fors tiliga ustudi, birden bir tilshunos olim edi. Onu ilmi işlagı işletmey, şu tercümanlıkka, mesela silip keyin Deybi Adakuy'nunki nimisi bulup, vekil bulup, hazırgıçılık, şu ölüp ketkiçi de Gomindan'ın Deybi Adakuy'nunki deputatı. O berip bana deputatlar 99 yılgıçılık hakkını verdikken o, onun talep kılmadı, almadı, bağmadı. Amerika'ya bazı leksiyalarını okup geldi Moti'ye. Moti yaş vaxtida Taşkent kelib o'qiydi. Taşkent Kazgon Taşkonni tugutib, andan Ürümchiga qaytib kelib, muallimlik qildi. Darul muallimida muallim bo'ldi. Pedagogik institut muallim bo'ldi. Bular hammasi shu zamonning eng oldingi qatardagi ziyolilarida, masalan, mutallib Ürümchiga kelib ishlaganda ana shu Muti, Ahmet Ziyo'yi, shular o'tkirlar bilan tanishib, andiki u odamning nimasi texmi o'sib, inqilobiy ishga kirishib ketgandan keyin mutallibni Shinjon gezitidan yo'tkab, Oqsuga o'tdi. Mutallib haqida eslamangiz bormi? Mutallib haqida men o'tganda bir gezitga yozdim bir narsa. Mashhad chiqqan gezitga, qaysi? Aziya bugun degan gezitga. Mutallib asli Meşhed'de çok Aksut tug'ilgan adam. Mayadiki, Uyg'ur rayonida. Hozirgacha ular Xitoyda nilqi tug'ilgan deydi. Mana cho'ng bir shoir shuning qayerda tug'ilgan masalasi tek bir taraf bo'lgani yo'q. Uni Alqamaqtam degan shoirga materiallarni berganda, u kichik vaqtda nilqida o'tib ekan desa, Xansurchi tarjim qilganda nilqida tug'ilib o'sib ekan degan tarjima qilib ketiblar. Shu bo'yicha Xitoyda mutallibni Xitoy tug'ilgan odam deydi. Asli mana shu cho'ng Oqsut tug'ilgan. Qozog'iston tug'ilib, 3 yoshim 4 yoshida u yoqqa o'tib ketgan. Kichik vaqtda o'tib ketgan. Mutallib to'g'riliq bir narsa shu. Ikkinchi, mutallibninki bir yozgan hikoyasini mushkimgacha e'lon qilinmagan. Mushkimch kitaplarda hech yerda yo'q, uni men saqlab yurgan. Unda bug'ini uni G'uljida Alqamaqtamga bergan ekan. Alqamaqtam keyin madaniyat inqilobida qalayimqonliklarda uni yo'q so'rab bu narsani ko'ydirib, shuni ular yo'qolib ketdi. Bu hikoya meningda turdi. 50 yil bo'lganda bultu bu o'lib qolsam bu hikoya egisiz qolib qolmasin, men e'lon qilib gezitga berdim. O'qidingizmi shuni? Nima mazmun bor ekan? Shoir degan kichikli bir hikoya. Uning mazmuni bundaq. G'uljida madaniyat sanoat nafisiya degan yerda zavxoz bo'lib ishlaydigan Anaytullo degan odam bir mollaning shogirdiga murojaat degan she'r yozdi. Endi mollalar pul ol, jig', boyvol, haqni ahmoqlik degandek temada anda qilmang mollam. Hozir jamiyat o'zgaryapti, madaniyatga mansun, kishilarning ko'zi ochilsin degan mazmunda. Bu she'r ili gezitiga chiqdi. Chiqqandan keyin butun mollalar qo'zg'alib ketdi. Bu kofirni qaranglar, bizga ham hujum qilibdi deb ko'chimi baqirib, shu odamning ishlayotgan ishxonasiga kirib darri deganini bilamsiz, burunqi mollalarni urdigan. Shuni ular urdi bu odamni. Urib chiqib ketgandan keyin 2 kundan keyin mutallib G'uljiga kelib qoldi. G'uljiga kelib qarasa ko'chada voң uchun hamma yerda voy nima ish bo'lib ketdi bu yerda desa, mana shunda shoirni shuna baqirib hozir urib shuna bo'yotdi. Degandan keyin amsa men berib so'zlashib boqay u odam bilan deb mutallib topto'g'ri odam taniydi, u shoircha odam keldi. Kelib nima bo'ldi desa, "Va qaramamsan, shuna she'r yozdim, men hozir kun yo'q.
bular beni öldürüp etem diye başnak degende. Ve korkma. Boldu, hatırcam bol. Hiç nim kılamaydı bular. Mollalardan korkup meşeye geldik hem diyenler için molladan korkumuz. Dep şair dep küçük gene pamflet, küçük hikaye yazdı. O hikaye saklanıp kalganca durup benim arşivimde bana bir yıl bulmadı ki. Redaksiyadan sorsanız berdi o kezdi. Mütellif doğruluk bir bet. Makalı yazdım. Muşu vakanın tarihini yazdım. Şunu elan kılattım. Hazır ben de yenik tutuldum bir vazifede. Köpüde ölüp kalsam bu benim ballarım Arapça okuyamaydı bu nimeler sikin dep taşlıverse bir ataklık şairimizin bir hikayesi yokap gitti. Turgun Almaz o şairle emez yaxşı tarihçi. O vatanperver, vicdanı bağ, şimdi acayip adamdı. O keyinki vaxtlarda Uygur tarihi dep kitap yazgandan keyin bunu çekledi. Hem yerlerden çeklep, aksığı adam sep koyup, öldürüp etişke ihtiyat kıldı. Eğer Turgun Almaz'ını öldürüp koysa, bütün halk kozgulup giderdi. Şunlar Xitay'ın bildi onu. Azat koyup verip, müşne kılıp жүрді, bırak aksığı da adam kontrol kılıp жүрді. Ahir öz acılı bilen öldü. Turgun Almaz hatta aşkallığa kırıp tamak yemegen, keyinki vaxtlarda ihtiyat kılıp. Ağrısımı doktorxana verip doğru almagan, doktor görünmegen. Aşna kılıp ölüp gitti. Abdurrahim Ötkür bilen Turgun Almazlar'ın Lutfullah mütelliflerinin özara bir görüşleri, konuştukları boğulması bularının bir hikayeler bilir misin bular? Turgun Almaz ulardan heli yaş. Men de onda hatırı yok, ularının bildi boğunu. Abdurrahim Ötkür mütelliflerinin bildi, cık sohbetlerde bildi boğunu, icadi işlerde bildi boğunu, o doğru, biraz. Mesela, qaysi g'erib sanamgı deymi? Bir operini, hazır etini unutup kaldım ya, g'erib sanamgı, Ferhat Şehirmi. Bir operini ikisi bili yazıdı. Abdurrahim Ötkür bilen mütellif. Keyin bunu mütellif yazganda Abdurrahim Ötkür andak yaman atığı çıkkandan keyin Panturkiyas andak bunda degandan keyin bunu qeqib çıkırıyordu. Ama keyinki vaxtlar şu zamandaki arxivlardan tepip hemen aldı koyup hazır ikisinin samimiyetini yazganlığını elan kıldı. Ben Şinjan gezide işlep жүрgende bizning Uygur bölümünün başlığı öz vaqtida Aksu'da sakçı başlığı bu adam iken şu ihtiyat kılıp bir narsalar paş bo'lib qolmasin deganmi ögüzge çıkıp biz student diye kelgen vaxtımız ögüzdeki bütün narsalarni yig'ib ko'ydirib o'tinglar dedi. Biz çıkıp qarasak 30 yıllardaki 35 yıllardaki vaqtida her bir vilayeti çıkan gezdi Şinjan, Aksu Şinjan gezdi, Qashqar Şinjan gezdi, İli Şinjan gezdi degan Şinjanni qo'shib yazdı ekan. Qizil seriq qog'ozdagi bo'lsa degan bularni ko'rib qiziqib varaqlab o'ltirdik. O başlığımız biz ögüzge çıkmaydı nemi kıvatqınımızdı. Şu vakitte bizden Mehmet degen elan kılınmagan bir şehirni tepip şu çağda Şinjan Edebiyat Sanat Jurnalı'na ba'duq vaxtı çıktı. Ondan keyin Aksu'daki gezitke birinci yazılgan şehirlerini bir neçe şehirlerime kesip ivagan hazırgıca benim arşivimde bu şu Aksu gezitdik. Hatta mütellifning Kavrisinin suratları bu. 60. yılı Aksu'yu verip mütellifine hel ügendim. Ügenip nem koydum ilki ama onlarca adamla bir öldürüyordu mu? Boğazlap. Şu yerden çıkıp keyin 49 yılı bunun kavrini nemeden detti. Kavristalık çıkıp koydu. Şu kavrinin sırtını ben düşürüp gelgen. Keyin medeniyet inkılabı verip o kavrini içip mütellifini söyleyip ölügünü açık taşlaydı. Taşlagandan keyin 80 yıllık kelgende bu hata oldu deyip mütellifini ölügünü yeni ekili şehrine oturdu bir yere koydu.
u yerdan mozor qilib chiqarib hisob qo'ygandan keyin 66-yilga kelganda yana uni buzib mutallib 4 qatam o'lib 4 qatam dafn qilingan. G'ayni Boturni men jiq ko'rgan. G'ayni Botur o'ltagan uy G'uljidiki. Burunqi bizning uyimiz bo'lgan. Bo'g'illarimiz ashad turgan. Biz sağan uy. Keyin mush sod setib nimalar bilan atishlar, sod bilan atishlar haqqi qandaqdir bir yo'l bilan bir tungan o'zi qartib elib buni Dotayga o'tkazib berdi, Dotay o'ltirdi. Biz sirtib qolib qolamiz. Oxirgi kelganda inqilob bo'lib, Dotaydan bu o'yini qaytarib elib, hukumat G'ayni Boturga berdi. Biz qo'shnamiz bir tam kirib chiqib yurimiz. G'ayni Botur yaxshi odam bo'lgan, endi chala savotsiz, o'qimagan bilan vijdoni toza, vatanni so'ydigan, millatini so'ydigan odam bo'lgan. G'ayni Boturning bolalari, qizlari bilan men birga o'qidim. Hozir bir qizi Hayot bizning mahallada turdi, ana Besnobga degan edi. Gogol Murodboyev turdi, Aysham degan qizi. Cho'ng qizi Buxoroda turdi. O'tiranchi o'g'li o'lib ketdi, buldi. G'ayni Botur barlig'ini ayamagan odam. G'ayni Botur albom chiqardik. Shu albomni men ishladim. Savob uchun da ishlab berdim. Foto ishlarini men qilib berdim. Xarakteri qanday quradi? Xarakteri juvosh emas edi. Bilimi bo'za ko'p turmadi, qo'rqmadi. Yarimigan narsani ko'tar qasqaningda qo'rqmadi, hech nimadan qo'rqmadi. Ashna odam edi. Birovga yomonlik qildigan, endi o'g'ri degan nom atoq bo'lgan bilan u shu vaqtda o'g'irlik qilmay qanday qildi? O'g'irlab kambag'allarga beradi. Ashqag'allarga beradi, o'zi yeb bo'lib tugutamaydi o'g'ilganni. Shu G'ayni o'g'ri deb atoq chiqqan. G'ayni Botur qanday emas. Turkiston mazgili vaqtida bir yil markaz hukumatda mening dadam ishladi. Maktablar yepilib ketgan vaqtda dadam shu markaz hukumat ishladi, Elxon To'ramniki ishxonasida. Shu vaqtda men bularni kunda ko'rmay, kichik vaqtim o'ynab yurdim. Mening dadam dahshatli tugdi. Ishqa qarshi degan bir harakat bo'ldi, xiyonatchilikka, undaq deb. O maktabda biz boylardan pul yig'ib taxtiga yozdigan bor, undaq remont bilimlarni qiladi zamonda. Men boysiz dedim-ku, maktabning mening bo'g'am saqamdan bilmayman. Xiyonatchi deb kurashga elib Eşede ağırlıkçan bo'lib qolib 54-yili dadam tugab ketdi. Hozir endi kitoblarda yaxshi odam bo'lgan, undaq bo'lgan. Biroq vatan degan o'rni boshqa, baribir ish qilib bosingiz, bag'ingiz keldi, ko'gingiz keldi. O'tgan yili ana G'ayni Boturning haykalini yasagan bir o'ris og'aynam bor. İkimiz Urumchiga bordik. Beri bir aralab ko'rib aylanib keldik. Bir yil xudo xolisa Kucha, Qizil, Qo'tan, Qashqamoshni aylanib ko'rli orqali yana qaytib Turpani yana bir aylanib o'tib keldigan planimiz bu. Mening og'aynam chig'ida mening jutumga bildi berib ko'rib o acayip yer ekan. Hayran kaldı. Turpandaki men oyunun nimelerge bizeylik kirip men tolu köygen yani. Orası ağaynam köygen onu apırıp gösterip geldim. Orasına ana avakla akını kötü. Geldim mi? Ana bijliyanı şu basakta jürdüm. Men o köyge yerler o desem bildi bardı. Bu musu orası bardağa yer yok mu? Paris ba. Var mühendisi. Germaniya bu başka ya. Eminle Şinjan'ı görüldü. Hürmetli televizor köyükçüler, şunun bilen bugünkü Hayat Şahitler programımız müşahede ayaklaştı.
Xeyri xoş, keler qitimliq sanımızı görüşeyli.